Mana L9'larni ham ko'rsatishda davom etamiz. Ko'ringlar, holati asli ideal holatda bo'lib turibdi. Bu Max ekan. Balonlar yana zakon yangi holatda bo'lib turibdi. Zavodskoy parolligida. Zavodskoy parolli mana ko'ringlar. O'zi chiqib keladi. Zavodskoy holatda ekan mana bunisi. 500 kilogacha yukini ko'taraveradi. Mana elektronika neobычный xameleon ranglarda mana ko'ringlar, sabzi rangmi, shuna deylarmidi. Holati ham mana ideal holatda bo'lib turibdi. Hammamizga ham nasib qilsin shunaqa mashinalardan olib yurish. Mana motorlarni ko'ringlar, ajoyib chiroyli holatda. Mana kattalar monitorlargacha bor. Ko'ringlar. Orqalarning holati ham varshi ideal. Ko'ringlar, u orqasi ham u Damazga o'xshab 3-signallari ham bor, passajirni. Ko'ringlar. Hozir bu probegi qancha so'raymiz hozir. Mana akustika sistemalarni ko'ringlar, bir boshqachada mana. Uzoqdan ko'ringlar, yana bitta ko'ringlar aka mana. Varshi ideal holatda bo'lib turibdi. Konditsionerlarga ham yoqib qo'ygan. Ponni mashina 1,5 millionga bo'lgan ekan. Ko'ringlar mana holatini. 1,5 millionga qilib qo'ygan ekan. 101 nomerlarda shu nomerga generalni haydab qo'ysalar ham o'zi varshi nomerni o'zi ham mazasini qochirib qo'yaveradi. Ko'ringlar, bahaybat katta mashina. Ana shu to'gasiga chiqib tushishiga maza qildim. Orqalarini ham ko'ringlar, bir mazzada konditsionerlarni yoqib qo'yibdi ekan, vashi full shekilli. Ko'ringlar mana. Orqalarida ham bir sensorli datchiklarigacha bor ekan, panorama lyuklari. Addinni shopirga addinni, keyin orqadagi passajirlarga ham addinni ekan. Tevada ham ajoyib akustika sistemalari bor ekan. Mana buni chiqarishni bilmadim, xullas. Yana YouTube'da adamlardan ko'rib bilib olsalar ham bo'ladi. Ana orqalarini ko'ringlar, akustika sistemalari ham bir boshqacha holatda mana. Ichkaridan ochiq yopiq doqonlari mana nikelli ekan. Chiroyli holatda mashina. Qaranglar, aplikasiyani ko'ringlar. Shu injiq holatda bo'lib turibdi. Shunaqa mashinalarni qidirib yurganlarga ba'dan ham qimmat narxga olishyapti. Hozir yo'lasa narxini arzon qilishga harakat qilamiz. Aka, buni nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz buni? Qancha? 47 ming. 47 ming kami bor, a? Ozgina o'tib beramiz. 45 ga aloqaga chiqib ko'rsinmi aka? Yo'q, teparoqda. 45 dan tevaroqda bitadi. 46 atroflarida. 46 atrofida bitadi ekan. Nomeringizni aytib olasiz aka. 91lik 91lik 145 145 44 40. Akalar, agar ishlasaganlar olib haydagin Kia deganlar mana shu bo'ladi. Kia Carnivalni vashi ideal holatda qo'yinglar. Katta bahaybat mashina 2023-24 ekan, probegi 190 ming probeg bosib o'tgan ekan. Hozir oxirida nomerlarni ko'ramiz. Narx qiziq, eng qiziq joyi oxirida. Oxirigacha ko'rib turinglar. Hozir bomba qilamiz, narxlarni tushirib tashlashga harakat qilamiz. Yana elektronika holatni ko'ringlar mana. Mana 190 ming probeg bosib o'tgan. Ajoyib bo'larkan, endi chiqib ko'rishim. Qattiq ajoyib. Avtomat korobka, mana bu yerda ham konditsioner burchaklari ham bir boshqacha ajoyib ishlangan bo'lib turibdi. Sanatkiga o'xshab monitorlari ham bir boshqacha, multirollari ham zo'r holatda ekan. Ko'ringlar akalar, orqa passajirlarni ham kengda, orqalari ham. Mana bu yerda ham mana uni ham o'zi bir boshqachada katta. O'zi qo'lim ham ancha katta, bu ham ancha katta ekan. Ko'ringlar. Zo'r holat. Bu eshigi shu o'zi ochilmaydigan, faqat qo'lda surish kerak ekan. Meni shu shekilli. Orqalarini ham ko'ringlar, ancha kengda. Bu bemalol katta bahaybat odamlar ham o'tirsa bo'ladi. Orqasi ham ancha keng holatda ekan. Ko'ringlar, holati ham ancha ideal bo'lib turibdi. Ko'ringlar. Ideal holatda bo'lib turibdi. Katta bahaybat mashina. Salkam taxovdan ham uzun bo'lsa kerak bu mashinalar. Holati ham ideal holatda, balonlari ham yaxshi holatda, zo'r holatda bo'lib turibdi. 80% undan ham oshiqroq bo'lsa kerak. Aka, buni nech pul deyapsiz? 26,5 dan kami bor. 25 ga aloqaga chiqib ko'rsinmi aka? Yo'q. 25 dan tevasiga bitadi ekan aka.
Ana shu nomerga aloqaga chiqish olsin. Ha, propallarigacha bor ekan mana. Propallarigacha qo'yib qo'ying. Ha, oldini o'zi faqat. Oldilar polni birovni plyonka qilib qo'ygan ekan akalar. Mana ko'ringlar, ortiqcha rasxod qilyapsizlar, mabodo shu olgandan keyin birovni plyonka qilamiz, qimmat mashinaga deganlarga mana tayyor birovni plyonkasini ham qilib qo'ygan ekan. Bu ham bitta filusda. 90lik 387 77 74. 26,5 mingga kami bor deyishyapti. Bosib olishinglar mumkin. Holati va ideal holatda. Ko'rdilar bu mashinani ko'rganlar, bilganlar hamma o'zi biladi qanaqa mashinaligini. Amerikaning eng kichik zo'r mashinalaridan bittasi. Ya'ni zo'r ishlangan mashinalardan bittasi. Akalar bosib olinglar mana shu mashina. Akalar mana Kia K5 ni yangisini olarmikan deb o'tirganlarga ko'ringlar mana. Kia K5 ni 2025-yil bashar ekan. Ko'ringlar. Panoramalarni ham qo'yib ochib qo'yishibdi. Holatni ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa o'zim ham shu mashinadan olishni niyatda bo'lib turibman, ko'ringlar. Elektronika nalari ham salavarlari bilan turibdi. Yangisidan kutib o'tirganlarga mana 22 ming probeg bosib o'tgan ekan. 22 ming. Qancha emas. Mana bunaqa jo'stikli ekan. Nimalari ham, skoroslari ham jo'stikli. Buni ko'ringlar, ancha funksiyalari bor, bilmayman. Bu mashinaning funksiyalarini sanab o'tirishdan ancha vaqt boradi. Mana ko'ringlar, elektronik signal pamyatlari bor ekan. Holati ham g'ashit tanoq idealni bo'lib turibdi. Akustika sistemalarini qaranglar, uni yarashganini. Kuzovga ulanib ketgan ekan. Nima? Xullas ulanib ketgan ekan. Zo'r holatda o'tiribdi. Lekin kommentariyada negativ yozib yormanglar, jali. Men sen bilmagan narsangni ham olyapsan deb, endi qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qilyapmiz. Kutib o'tirgan bo'lishlari ham mumkin-da, Sarvar Avzoda qachon bu yangi mashina ham chiqar ekan deb, mana 2025 bashara orqalari ham ashida yaxshi holatda. Ko'ringlar, bu eng oxirgi full shekilli. Kia K5. Agar ishlasa kallar olib haydagin Kia. O'shanaqasi deganni. Qani? Aka buni nech pul deyapsiz? 30.800 o'tib beramiz. 30.800 kami bor. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 90lik 581 9500. Akalar Inamarka qidirib yurganlarga darrov tashlab qo'yinglar. Avval M6si. Avval M6. Aka bu eng fulli a? Havalda M6 ning fulli lyukligi. M6 eng fulli ekan, mana ko'ringlar. Lyuklarigacha bor ekan, mana ko'ringlar, mana lyuklari. Ishlari mana taniq holatda, mana bu propan ham bosib qo'yganman deyishyapti ekan. Ko'ringlar mana. Skoroslari ham bir ajoyib. Xuddi mana rishnoyga o'xshagan sifat bo'ladi. Ha. Metta nimalari ham bo'ladi. Rishnoy mana shu bo'ladi. Ko'ringlar, mana yerda ham qanaqadir sistemalari bor ekan, juftlikli bir ajoyib. Probegni so'raymiz. Evakor polilar tashab qo'yilgan ekan. Mana motorlarni ko'ringlar, bir Inamarkada. Aka probega qancha bo'libdi uni? 20 ming probeg, 25 yili propani ham bor. Probega 20 ming bo'libdi. Endi 2025 mana ko'ringlar, ancha katta-da bu mashina. Taxovlardan sal kichkina bo'ladi xolos. Orqalari ham katta mashina bo'lib turibdi. Ko'ringlar. Balonlari ham mana yangidek tana bo'lib turibdi. Salafallari ham o'zida ekanda. Ko'ringlar, orqalari ham mana elektronika va ashi dahshat. Holati va ashi udor. Mazaq foyda deganlarga jo'natib qo'yinglar. Shunaqa inamarkalarni sizlar uchun mehnat qilib chiqaryapmiz. Bittadan like bosib ketinglar. Tashab qo'ysalar, inamarka qilib yurganlarga holati va ashi ideal. Aka buni nech pul deyapsiz? 19 ming o'tib beramiz. 19 mingdan o'tib beradigan joyi bor. Sarvar Avzodan chiqsa, agar ancha pastlatib beraverasiz narxini. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 99lik 142 77 22. Mana Inamarka kutyapti turganlarga ko'ringlar, mana yaponskiy mashina BMW. Nechinchi pozitsiyasi hozir ko'ramiz. Holatni ko'ringlar. Yaponskiy. Bunaqa mashinalardan obzor qilaman deb o'ylamagan edim. Akustika sistemalarini ko'ringlar, ashi idealni. Mana betlari ham karboniy svet degan.
betlari charm, mana betlari ham bu ham charm ekan. Men buni plastik deb o'ylabman. Ko'ringlar. Sidni abagrev, sidni massaj, sidni isitgich hamma yo'g'i bor ekan. Ko'ringlar. Mana holati ham вообще idealniy holatda bo'lib turibdi. Hammamizga nasib qilsin shunaqa mashinalar. Skorsini qaranglar, bir ajoyib brilliantni qilib qo'yilgan ekan. Mana bu yerda jo'stiklarigacha bor ekan. Ularni ko'ringlar. Multirol. Zo'r holatda ekan. Menga ham nasib qilsin shunaqa mashinalardan foydalanish. Ko'ringlar akalar. Orqalari ham xuddi shunaqa ba'da ham ektalab akustika sistemalarigacha bor ekan. Ko'ringlar. Karbonoviy anaqa orqalari ham bir boshqacha. Orqa deflektorlari, orqada ham qanaqadir funksiyalar bor ekan. Parrak, sidni isitib sovutgich. Xullas, sanab sanoqga yetib bo'lmaydigan funksiyalari bor ekanda uni ham. Balonlarni ko'ringlar, to'rtta yangi balon taqib qo'yilgan ekan. Bemalol mana X6 M pozitsiyasidan ekan. Ko'ringlar. Bizga nasib qilsin deganlar bittadan like bosib ketinglar. Sarvar Avzorga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa shunaqalarni zo'ridan qo'ldan kelgancha chiqarib berib turishga harakat qilamiz. Yana Qo'qon bozoridan chiqyapti sizlarga. Holati ham zo'r mana. Basharani qaranglar. O'ta seriozniy bashara. Lazerli faralarda. Bu oddiysi emas. O'sha eng full shekilli lazerli faralarda bo'lib turibdi. 25 ishda aka. Pulni olib ko'ring. Aka nech pul deyapsiz buni? 35? Mana 35 dan kami bor deyishyapti. 35 ga menimcha ancha arzon. Menimcha eng arzonidan ham arzon bo'lib ketdi shekilli. 35 dan tushib beraman deyishyapti. Bitta oldina bo'lib like bosib qo'ysalar, bunaqa Inamarka yangi mashinalar. Inamarka nafaqat jemlarni ham chiqaryapti. Ko'ringlar, Sarvar Avzorga obuna bo'lib qo'yinglar. Aka nomeringizni aytib o'rasiz? 90lik 307 08 41 nomerlariga aloqaga chiqsalar, Sarvar Avzordan chiqyapmiz aka, sal arzonroq beringlar desalar, arzonroq qilib berishadi. BMW X6. Akalar mana arzon narxlarda Inamarkalarni chiqaryapmiz. Ko'ringlar, bittadan like bosib ketinglar. Mana Kia Sonet qidirib yurganlarga tashab qo'yasizlar. Mabodo o'zlaringda bo'lsa, mana bunaqa paroglar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Bu ham dopovsaga kiradi, qo'shimcha dopovsalarga kiradi. Ko'ringlar, mana elektronika holat vahshi idealniy bo'lib turibdi. Inamarka mashinalardan haydayman deb qidirib yurganlarga ko'ringlar aka 100 emas 19000 probeg bosib o'tgan ekan. Hech qancha yurmagan ekan. Ko'ringlar, mana avtomat. Mana itlarni ko'ring. Mana yana bitta ko'ring aka, mana ichlarini ko'ring. Ashi idealniy holatda mashina. Evakor polilar tashab qo'yilgan. Akustika sistemalarni ko'ringlar. Mana bitta boshqacha bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Rollarga mana multirol funksiyasi xullas ancha ko'pda. Ko'ringlar. Tonirovkalarigacha bor ekan. Tonirovkasiga har ruxsat bor deyishyapti. Bemalol haydab yurishaveradi deyishyapti. Ko'ringlar, eshik ochilib yopishlari ham bir boshqachada manzil. San'at asarida bu mashinalar. Agar ishlasa kalla olib hayda Kia shunaqa. Balonlar ham yangi taqib qo'yilgan ekan, ko'ringlar. Yangi holatda turibdi. Mana, o lyuklarigacha bor edi. Eng full shekilli menimcha. Ko'ringlar, eshik ochilib yopilishlari ham bir boshqacha san'atda, boshqacha mazza. Aka generalniga ham chiqaveradi bu? Chiqaradi. Generalniga ham chiqaveradi deyishyapti. Egalari stolda o'tirishibdi. Premyoga fer qilyapmiz. Bittadan like bosib ketsalar, shunaqa Sarvar Avzorga obuna bo'lib qo'ysalar, zo'rlardan chiqarib turishga harakat qilamiz, ko'rib turaverasizlar. Aka buni nech pul deyapsiz? Bo'larini aytavering. Bo'laga 17. 17 mingga bo'ladi. Eng oxirgi narxda bo'ladi. 17 ming deyishyapti. Eshityapsizlar, mana o'zlari ham premyo aytyapti. Bittadan like bosib ketinglar. Nomeringizni aytaverasiz aka. 91lik 200 0700 Bo'ldi. Bu ham sizdan aka?